Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Salomatsiz opajonim. Rahmat, Xudoga shukr. Sizni Diydor FM Sorimtalar radio loyihasi yaqinlarimga tabrik jonli qo'ng'irog'idan bezovta qilib turibmiz. Aha. Shu desangiz, bugun bizni efirimizga sizni yaqin insonlaringizdan, mehribonlaringizdan sizga juda ham chiroyli dilnomalari, tabrik xatlari yetib kelgan ekan opajonim. Aha. Siz taxmin qilib aytib ko'ring-chi, ushbu mehribonlaringiz, yaqinlaringiz orasidan qay biri sizga hurmat va ehtiromini tabriknomalar va maktublar orqali dil izhorini yo'llagan bo'lishligi mumkin? Bilmadim. Shu oila a'zolarimda. Xo'p, taxmin qilib aytib ko'ring-chi. Ota-onam, ayam bilan dadam. Yo'q, adashyapsiz. Opamniki, Yo'q, yana biroz taxmin qilib ko'ring-chi. akamniki. Akam. Nechta akangiz bor? Bitta akam bor. Ismlari? Muhammad Yusuf. Albatta opajonim, aka-singil bir-biriga juda ham mehribon bo'ladi degan gaplar ayni bizga emas ekan. Ayni shu mehribon akajoningiz, mehriboningiz juda ham chiroyli dilnomalari, tabrik xatlari yo'llabdi opajonim. Rahmat, katta. Ularning tabriklariga adajonimiz Ahsillo aka va yaqinlaringiz Mohidulxon opa, Hadichaxon opa, opajonlaringiz Mahdiyaxon, Musolixa, Muzayyana akangiz, albatta asosiysi Muhammad Yusuf akamiz juda ham chiroyli tabriklar yo'llabdi opajonim. Rahmat, katta. Ularni anchadan beri ko'ngliga tugib qo'ygan, sizga ayta olmay yurgan dilnomalar bor ekan, ularni sizga o'qib eshittirsam maylimi? Mayli. Marhamat, tinglaysiz. Bizda hozir tabrik vaqti. Sofdil insonni hayot sinaydi. Yana bir yoshingiz kulib qaraydi. Gulgun yoshligingiz gullarga to'lsin. Tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Hayotingiz yulduzi porlab tursin. Shirin lahzalarga chorlab tursin. Qalbingiz lim-molim quvonchga to'lsin. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Salom mening qadrligim, mehribonim. Yoshlikdan birga o'ynab, kulib o'sgan jonajon, jigarim, singlinjonim, yaxshimisiz? Bugungi shukronalik ayyomingiz bilan chin qalbimdan tilab qolaman. Sizga sihat, salomatlik, uzoq umr, baxt va omad tilab qolaman. Siz meni singlim, ham sirdoshim, onamdek meni doimo yonimda yurgan qalbimdagi farishtamsiz. Sizni juda ham qattiq yaxshi ko'ramiz. Bizni baxtimizga doimo sog' bo'ling. Sizni doimo ayollik nafosati, lafosati, aslo hech qachon go'zalligi tark etmasin. Dunyodagi barcha yaxshi tilaklarni sizga tilayman. Eng baxtli insonlar qatorida baxtli ayol bo'lib yurishingizni tilab qolaman. Sizni doimo yaxshi ko'raman. Siz menga doimo keraklisiz. Akajoningiz maktubini yakunlab qopti, opajonim. Rahmat, katta. Sizga Jonlar sog' bo'lsa, hammasini baxtimizga sog' bo'lishsa. Sizga bizning qo'ng'irog'imiz yoqdimi? Yoqdi, rahmat, va xursand bo'ldim. Kutganmidingiz bunday sovg'ani? Kutgandim, kutuvdim. Albatta opajonim, hozirda siz bilan bo'layotgan g'oyibona suhbatimiz efirimizda kuzatib borilmoqda. Shu akajoningizga yoki yaqinlaringizga aytar salomlaringiz, gaplaringiz bo'lsa aytib o'tishingiz mumkin. Birozdan so'ng efirda havola etamiz. Xo'p, rahmat, katta. Baxtimizga sog' bo'lsin. Ota-onam, oila a'zolarim, hammasi akam, opamlar. Doim yo'llari bexatar, beshikar ishlab, barcha o'ylagan yaxshi niyatlariga yetsin. Ilohim akalaringiz kelsin, albatta sizlarga ham boylardan bo'lsin akamiz ham. Ilohim akalaringiz kelsin, oqibatingizga aslo ko'z tegmasin, sizni yuzingizdan doimo aslo quvonch tark etmasin deb qolamiz opajonim. Xo'p, rahmat sizlarga ham katta. Xo'p bo'ladi, bayramlarni yaxshi o'tkazib oling. Sog' bo'ling. Xo'p. Hech bir yoqim chang yo'q edi xonada, ko'nglim taskin topar edi go'zal singlim yonida. Bugun uydan singlim ketar,
Yar bilan yelkasida iffat bilan hamda nomus or bilan oppoq ko'ngil oqqushginam yuzi nurli quyoshginam uchmoqdasan orzu tomon manzil tomon qushginam akasiga mehmon ekan bugun bildim singillar yig'lar ekan ketar chog'i bildirmayin ko'ngillar og'ir mehnat ko'rgan singlim tosh yo'llarda yurgan singlim yuzlarimga oyoq qo'ymay yuzim yorug' qilgan singlim yoningda yor umid bor ikkingiz ham beg'ubor 70da ham 80da ham bo'lsin sizga Alloh yor oppoq ko'ngil oqqushginam yuzi nurli quyoshginam uchmoqdasan orzu tomon manzil tomon qushginam akasiga mehmon ekan bugun bildim singillar yig'lar ekan ketar chog'i bildirmayin ko'ngillar dog' bo'lmasdi hech bir yoqam chang yo'q edi xonada ko'nglim taskin topar edi go'zal singlim yonida bugun uydan singlim ketar yor bilan yelkasida iffat bilan hamda nomus or bilan